Va birinchi kun ham yaxshi. Yaxshi. Tak, narsalarni olamiz. Telefon, zumrad kerak bo'ladi. Biron narsaga deyman-da. Короче, birinchi o'rinda, tushib ketdimmi? Mana shu nimadir qo'yib qo'yish kerak-da, ta'mirlovchilarga aytib boru, unga ham pul kerak. Короче, tak, tomorqamizga ketdik. Tomorqamiz bitta, nimaga ketyapman bu yoqqa? Tak, tomorqaga chiqish uchun ham yo'l kerak. Voy, uning uchun pul kerak. Pul qandaydir topishim kerak-da, do'stlar, boru. Tak. Hamlarda qazib olamiz. Hoppa, olamizda. O'rniga ekib qo'yamiz albatta. Tak. Sizlar bilan salomlashishimiz chiqib ketibdi-yu. Yo, WhatsApp do'stlar, sizlar bilan Iceberg Minecrafter 01. Da. Bugungi video описаниеda yozilgan. Короче, ro'yxatdan. Yo, tak. Shu kichkina bir biznes ochishim kerak-da, boru. Biznes ochganimda zo'r bo'lardi. Biznesmen bo'lamizmi? Da, bir harakat qilib ko'rish kerak lekin boru. Biznesmenlikka. Birinchi o'rinda unga hali ko'p narsa kerak. Tak, mayli. Unga keyin harakat qilib ko'ramiz. Tak, mana buni solamiz, buni solamiz va buni solib qo'yamiz hamma. Da, tak. Bu просто narsa yalantiradi. Tak. Nima qilamiz birinchi o'rinda? Albatta. Tak. Magazin ochish kerak. Bo'ladi. Magazinning oldiga ketdik. Vanxoyga yetib keldik. Короче, Vanxoyga yetib keldik. Yana bir marta Onitaga yetib keldik. Короче, tushundinglar? Uy sotildi. 59 tiladi. Nima? Tushunmadim. Nima? Magazin sotilib. Voy, qo'li nogironchalab yozganmi? Nima balo? 59 tiladi. Nima deb yozgan? Obunachilar nima deb yozgan? Tushunib bo'lmaydi. Mana meni qishlog'im shu nogiron qishloqda. Tushunolmay qolaman. Qo'li nogiron, tushunmayman. Magazin. Birinchi o'rinda mana shu magazinni sotib olsam bo'ladi. Narsalar ham tayyor-ku. Tak. Buni egasini so'rab ko'rish kerak. Qishloqlarda. So'rab ko'ramiz birontasidan. Qani ku so'rab ko'ramizchi? Voy, qishloqqa mana shu yerda magazinni nima desa bo'ladi? Xo'jayini qaysi va qayerda yashaydi? Shuni menga tushuntira olasanmi? Ha, men senga tushuntiraman. Va u yerda u joyda nima desa bo'ladi? Bilmayman. Shuncha vaqtni dabdalasini chiqarding-ku. O'lib ket undan ko'ra. Bu qishloqni bilmasak, boshqa qishloqdan so'rab ko'ramiz. Shu aytayapman, biz qishlog'imizga tushunib bo'lmaydi, g'alati qishloq. Parkur sivilizatsiyasi deb. Yaxshi, tak. Keyin qishloqni qidirishga olg'a. Короче, qishloqni topdik va mana nima ekan, keyin so'rab ko'ramiz. Короче, buni esa Vanxoyda o'rtog'im tanishim berdi. Qornim och qolganda o'zingizlar ko'rdinglar va tanishim berdi. Vanxoy yaxshi bo'ldi. Короче, qishloqdan so'rab ko'ramiz. Hoy, qishloqqa. Onitagi magazinni, kichikroq magazinni xo'jayin qayerda? Bilmaysanmi? Mabodo bilsang aytib yubor. Ha, salom. Men bu qishloq magazinni qayerdaligini, xo'jayini qayerdaligini bilaman va senga tushuntirib yuboraman. Uzr, o'rganchi. Va mayli, mana shu qishloqda, seni qishlog'ing 12-qishloq bo'lsa, bu 13-qishloqda, mana shu uydan keyingi uyda. Rahmat, bo'larkan-ku, rahmat. Senga rahmat. Короче, tak, 5 tasha demoqchi edim, qo'ling tushmaydi. Tak, короче, xayr. Tak.
O mashit bo'lsa kerak. Nima bo'ldi? Tak. Mashit bo'lsa kerak. Mashina. Yo. Salom. WhatsApp. Nima qilyapsiz? O'rnidan gaplashyapsizlarmi? Ko'chaga chiqib tanishib bilish, yo WhatsApp deb gaplashinglar. Men o'rnidan gaplashyapman. Bunday onamda ochiman bo'lmaydi-ku. Meni ko'rib qochib ketib qoldimi? Ay, короче-da mayli. Mashit magazin seniki va bu uy senikimi? Yo'q, albatta. Bu uyda egasi bor. Menga prosta qo'riqlashga berib ketgan. Ha, bo'pti mayli. Короче, egasi kelsa aytib yuborarsan. Da do'stlar, egasi kelmagan ekan. Keyin ertasi kuni kelib ko'rarman. Hozir bir mizg'ib olmasam bo'lmaydi. Uyim qayerda? Ha, bo'ldi. Yo'qda. Bu 13-qishloq ekan. Yaxshi bilib oldim. Anchadan beri o'zim qishlog'imdan chiqmayotgan ekanman bu qishloqqa. Bir aylanib kelib oldim, xayriyat. Tak. Mana shu yerga ham nimadir kerak-da. Mizg'ib olmasam bo'lmaydi. Do'stlar, nihoyat uyg'onib turdim va tomorqamga bir bor kelayda. O pishib qoldi, yaxshi. Bug'doy pishibdi. Shuni boshqatdan qilsam yaxshi bo'larmidi menimcha. Mana shu boshni. Mana shuni tap etamizda. Tap. Mana shuni buzib, mana shuni olib qo'yam. Ne fayman. Voy qo'yim. Voy, bilmay qoldim. Короче, mana shu bilan tap. Bum. Tak. Baq. Mana qurbaqa keldi deb Tak. Va bugun egasi kelib qolgandir. Egasini so'rab ko'ramiz. Buni qo'yib qo'yishimiz kerak albatta. Tak. Bu kiramiz. Tap. Bum bang. Soldim. Tak, bo'ladi. Go. Ay, nima deyapman? Короче, 12-qishloqdan 13-qishloqqa olg'a. WhatsApp deb. Короче, anita keldim. Qarmay 59 tiladi. Hali ham to'g'rilamabdi do'stlar. Nahotki magazin. Bilaman magazinligini. Tak, mana shu magazinni sotib olishim kerak. Yo, WhatsApp qilsa, yaxshi bo'lsa, gaping kerak emas, короче, gapirmang aka. Unutgan safar bitta do'sti, o'zingizlar ham ko'rgandinglar, bir g'alati gapirar ekan. O'zim meni qishlog'im g'alati. Va bu qishloq ham g'alati ekan, bo'ri. Ikkita qishloq ham g'alati. Tak. Как раз ketdi. Yo, nima gap? Yaxshi. O'zingcha yaxshimisan? Sen nimaga kirib kelaverayapsan? To'g'ridan to'g'ri. Xo'p, bu yoqqa chiqmasam. Bu yoqqa chiqing degani uzr. Короче, bitta magazin sotib olmoqchiman. Qanaqa katta kichik? Kichikroq magaziningizni. Menimcha katta magaziningiz ham bo'lsa kerak. Da, bor. Nima o'sha magazin? Nima magazini? Sotib olmoqchiman. 13 ta so'mrat puling yetadimi o'zi? Bo'ymishga o'xshab ko'rinyapsan. Albatta, lekin prosta 10 ta zumradga beravering. Buni rivojlantiraman. Rivojlantiraman lekin. Mayli. Keyin kuchayib ketgandan keyin beraman. Mana tomorqa ham sizga bo'lsa kerak. Da, meniki. Hamma tomorqa meniki hozirda. Bitta tomorqa meniki. O'zingiz qishlog'ingizda. Bo'ldi. Uchun. Qaysi qishloqsan sen o'zi? 12-qishloq, sizni qo'shningizmi? Qo'shni qishloqdaman. Yaxshi zo'r. O'pishini bo'ldimi? Xo'p, keyinchi? Beraverasiz? Bo'ldimi? Hozirda. Bo'ldi. Menga o'tdimi? Yo'q. Oygada dabba. Xo'p. Hozircha menga o'tdimi? Bir oyga o'tdi. Bir oyga 10 ta zumrad beraman. Bo'ldi. Bir oydan keyin. Bir oy har oyda 10 ta zumrad. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Bo'ldi. Bu tomondan ketardimi siz deb, bu tomondan ketib boryapman. To'g'ri qol. Xo'p. Yo, do'stlar, nihoyat uni sotib oldim. Короче, bu faqat oyiga
endi tushunarli bo'ldi. Oyga ekan magazin va nihoyat bu yerda rivojlantirish kerak. Hali ancha narsa kerak va uning uchun let's go va kuchaytiramiz va nimalar bo'lyapti? Shu magazin g'alati magazinda, короче, o'zi qishloq magazin. O'zi vashi bitta. Короче, dabdalada mana shu qishloq bor va o'zim uyimga let's go. Va nihoyat yetib keldim do'stlar. Tak. Oy tutilishi dahshatda mana shu. Vau. Bulutlar ham dahshat. O plus qo'shamiz. Nimani qo'shamiz? Bu yerdan qani son? Yo'q son. Yo'q. Короче, kech tushibdi. Men uxlamasam bo'lmaydi do'stlar. Короче, narsalarni qo'yib qo'yamiz. Telefon ko'rasizlarmi? iPhone XS Pro Max deb. Tak, uxlaymiz va ertasi kuni uchrashamiz, короче. Va nihoyat turamiz o'rnimizdan. Короче, narsalarni olamiz birinchi ish kunga. Go do'stlar. Va nihoyat olamiz ozgina. Ovqatdan, короче, tomorqadan narsalar olamiz. Короче, yo'q. Tomorqamizda hech narsa yo'q, hech narsa voqo. Nima deyapman? Короче, hech voqo yo'q. Короче, keyin qishloq 12-qishloqdan 13-qishloqqa go. Короче, go. Banqoyat yetib keldik. Короче, hali ham to'g'rilamadi. Boru. Men qachon to'g'rilaysizlar yoki o'zim to'g'rilab qo'yaymi? Lekin puli boru. Tak. Magazin sotiladi. Albatta magazin sotiladi. Yo'q, avaz, nima gap? Yaxshimisan? Yaxshi yursanmi? Yaxshi yursanmi? Nima gaplar? Sen yaxshimisan? Yo'qolib ketding birdan. Ha, endi o'zim ishlarim bilan yuribman 12-qishloqda. Sen-chi nechinchi qishloqdasan? Mana 14-qishloqdan naridan kelgandim bu yoqqa aylanishga. Aylanishga keldingmi? Ha, ko'rdingmi? Men 12-qishloqdaman hozircha. O'xshoq. Yo'q, ko'rsan. Yo'q, avaz. Qaron itda. Ko'rdingmi? Yaxshi. Nim. Короче, men magazin ochdim. Tabriklar. Mana magazin. Hozircha bo'lib turadi. Oygami yoki birdanigami? Yo'q, oyiga. Albatta oyiga. O'sha oynani buzaman, mana shuni 3ta qilaman, keyin mana shu yerga oyna emas, endi mana shu yerda sotuvchilik qilaman. Va bu magazin eshik yopiladi, mana yerdan esa savdoni boshlayveraman. Короче, o'zing tushundingmi? Soqol-ya. Uzr. Tak. Bo'ldimi? Sen prosta aylanish uchun keldingmi? Da? Yaxshi. Nu, Pichani kerakmi senga pichani? короче, bo'ldi. Mana shuni choptiramiz. Tagini to'g'rilash uchun. Tak. Mana. Tak. Qondaysan? Baboy so'rashdik-ku. Ular seni so'rashamiz. Bo'ldi. Nega qo'yapsan? Ha, meni Sandiq. yo'q. Qo'limni to'g'irlamoqchiman. Men senga yordamlashaymi? Bosh tur. Nimada? Ya o'zim qila olaman buni. Ya buni o'zim qila olaman. Mana olib qo'ydim. Doimo, короче, do'stlar, doimo mana shuni tabiatga yordamlar tegsin. Buzishdi. Krisay. Mayli. Ya ururma bo'ldi, jonimga. Tabay ketdi. Tak. Yordamlashaman demoqchimisan, magazindami? Ha? Boshqa narsada bo'lmaydi-ku. O'chin boshqa narsada deding. Bo'pti, avazjim. Tak. Mana shu yordamlashmaysan, davay. Hay, bitta taxtam bor hozir men. Bitta namuchi-ku. Dahshat yordam qilding-ku. Hozir. Oy, taxtani ham qayerda olding uni? Ya, o'sha yerda sen berding. Ko'rsam qishlog'imiz g'alatida, mana shu osmonda ham turaveradi bu. Bo'ladi, tak. Bo'ldi, mana hozircha ham bo'ladi. Endi uyga borib uxlashim kerak. Короче, ertasi kuni mana shu yerda ko'rishamiz. Qaqqa kirib ketdi. Boydi uyga kirib ketdimi? Ha? Boydi uyga kirib ketib qoldingmi, Abbas? Yo'q, bu boshqa uy.
Ko'rdim, Sening men uying. kimdir bormikan? Senga ham Rosa farqi. ko'rdim. Sen ham qalatsan, o'g'lim. Qayerdadir qo'shni uyga ham kirib ketaverasan bunga. Farqi. Tak. Mayli, ish qisi yo'q.